Mana o'shaning uchun tortmayotgan ekanda, trassada qancha bossa ham 160 gacha turibdi agrejeni ko'rayotgan edi-da, biz buni 200 gacha ko'tarib qo'ydik. Sparkni oxirigacha ko'ringlar videoni, nima bo'lganini bilasizlar. Hop bizga Spark kelgan. Hozir bularda muammo, razborlari ikkiga hali suvda qaltirab qo'yapti. Propanda ham yaxshi yurmayapti. Buni hozir individualniy qilib, o'zimizga programma yasab, 0 dan oxirigacha qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu Sparkga qilib berayotgan ishlarimizni polniy full programma qilib beramiz. Motor, korobka, tabloga, pultda zavod-yashillarni qilib, tabloga sun'iy gradiyentlarni chiqarib beramiz. Uji qish keldi, pultda zavod qilishlarni to'g'rilab beramiz. Razborlarni stage qilib yozib beramiz. Propanda ham, benzinda ham yurishlarni. Oxirigacha ko'rsanglar videoni, hammasini qo'yib ko'rsatib boramiz. Tabloga programma yozamiz uji, sun'iy gradiyentlarni ko'rsanglar bo'ladi. Mana 94 gradus bu yerda, kompyuterda ham 94 gradus. Biriga bir ko'rsatyapti, pamah bo'lmaydi. Shtatning pultiga zavod-yashish funksiyasini yoqib berdi. Ishlatish juda udobniy, ko'rsanglar bo'ladi. Programma polniy to'liq tayyor bo'ldi. Motor korobkaga test qilamiz. Yurishlar razborlar zo'r, okamizga xursand bo'ldilar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, telefon qilib ko'rasizlar.